2012-yilda asosan qanday xabarlar ko'paygan edi? U haqda filmlar, gazetada maqolalar chop etilgan. Yaxshiyamki unday bo'lmadi. Lekin shu bilan xavf ortda qoldimi? 2032-yilda yerimizni nimalar kutyapti? Asteroidlar? Bu galgi sonimiz ancha uzun bo'ladi. Demak, qulayroq joylashib oling. Qani unda boshladik. Taxminan 66 million yil avval Yerga ulkan asteroid urildi. Uning ta'siri shunchalik kuchli ediki, yer qobig'i larzaga keldi. Ulkan chang ko'tarilib, atmosfera qorong'ilashdi. Yer yuzini zulmat qamrab oldi. Quyosh nurlari yetishmasligi sabab o'simliklar, daraxtlar quridi. Voqea oqibatida ozuqa zanjiri uzilib, butun biosfera o'zgardi. Natijada dinozavrlar butkul yo'q bo'lib ketishdi. Asteroidlar zarbasi tarixda eng katta ommaviy qirilib ketish hodisalaridan biridir. Ushbu o'tmish bizga bir narsani o'rgatadi. Asteroidlar bilan befarq bo'lish mumkin emas. Quyosh tizimi bundan taxminan 4,5 milliard yil avval ulkan gaz va chang bulutidan vujudga kelgan. Bu bulut zichlashib, markazida quyosh paydo bo'lgan. Atrofida esa kichik jismlar, sayyoralar, oylar, asteroidlar, kometalar va meteoritlar shakllangan. Asteroidlar bu asosan tosh va metalldan tashkil topgan, shakli notekis bo'lgan jismlar bo'lib, ular sayyora bo'lolmagan qoldiqlar hisoblanadi. Ularning aksariyati Yupiter va Mars orasidagi belbog'da joylashgan. Ular quyosh atrofida aylanadi va o'z orbitalariga ega. Ahyon-ahyonda jahon matbuotida insonlarni katta qo'rqinch hosil qiluvchi xabarlar paydo bo'lib turadi. Nima emish? Yerimizga juda katta kosmik jism yaqinlashib kelmoqda. Uning yer bilan to'qnashuvi ehtimoli juda katta. Agar to'qnashadigan bo'lsa, ana unday bo'ladi, mana bunday bo'ladi va hokazo. Bu gaplarda qanchalik jon bor? Albatta, bunday xabarlarda biroz bo'lsa-da jon bor. Insoniyat tarixida bir necha bor kosmik jismlarning yer bilan to'qnashuv paytlari bo'lgan. Yaqinlarda yerda oxir zamon, apokalipsis yuz beradi degan xabarlarni ko'pchiligimiz eshitganmiz. Keling biroz ortga qaytamiz. Osmon jismlari. Bu olam naqadar kashfiyotlarga boy. Har bir yangilik go'yoki koinot sirlarining yana bir pardasini ochadi. 18-asrda olimlar Titius va Bode Mars bilan Yupiter o'rtasida qandaydir noma'lum sayyora bo'lishi kerak degan xulosaga kelishgan. Sababi bu ikki sayyora o'rtasidagi masofada g'alati bo'shliq mavjud edi. Bu nazariya asosida bir qancha astronomlar izlanishga kirishadi. Va nihoyat tarixda birinchi asteroid dastlab 1801-yilda kuzatilgan. Uni italiyalik astronom Giuseppe Piazzi tasodifan kashf qilgan. Piazzi Sitsiliyadagi Palermo rasadxonasida osmonni kuzatar ekan, odatdagidan farqli, asta-sekin harakatlanuvchi yulduzni sezadi. Piazzi avvaliga uni sayyora deb o'yladi. Unga Cerera deb nom qo'yadi. Uning diametri atigi 966 kilometr bo'lib, sayyora uchun juda kichik hisoblangan. Shundan so'ng olimlar bu obyekt aslida kichik sayyoralar guruhiga kirishi mumkin degan fikrga kelishadi va qidiruv ishlarini davom ettiradilar. Oradan ko'p o'tmay Cereradan 2 baravar kichik yana 3 ta obyekt topiladi. Boshida ularning barchasi bir katta sayyoraning portlashdan qolgan bo'laklar bo'lishi mumkin degan taxmin ilgari suriladi. Ammo 15 yillik izlanishlardan so'ng navbatdagi astronom yana bir kichik obyektni topadi va ov yana davom etadi. 1890-yilga kelib aniqlangan kichik sayyoralar soni 300 taga yetadi. 1927-yilgacha esa bu raqam 2000 taga chiqadi. Aksariyati Mars va Yupiter orasida orbitada joylashgan ushbu jismlar Quyosh atrofida aylanadi va keyinchalik ular asteroidlar deb nomlanadi. Bugungi kunda asteroidlar soni 100 mingtadan oshgan bo'lishi mumkin degan fikr mavjud. Ularning ko'pchiligi juda kichik bo'lib, aniqlash nihoyatda murakkab. Ayrimlarining diametri atigi bir necha 100 metr bo'lsa, ularning umumiy massasi yer massasining juda kichik qismini tashkil etadi.
Yuqorida aytgan edik, 2012-yil dekabr oyida oxir zamon yuz berishi to'g'risida dunyoda qanchalik sarosima yuzaga kelgan edi. Yana bir misol, shunday xabarlardan biri 2004-yil matbuotda ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu xabarlarga ko'ra, Apophis nomli asteroidning Yer bilan to'qnashish ehtimoli juda katta bo'lgan. Olimlarning aytishicha, bu asteroid Yer bilan 2036-yilda to'qnashishi ehtimoli yuqori. Mabodo bu asteroid Yerimiz bilan to'qnashganda nima bo'lishi mumkin edi? Bu asteroidning diametri 300 metr, og'irligi 27 million tonna atrofida bo'lgan. Agar Yer sirti bilan to'qnashganda edi, bu to'qnashuvdan 1717 megatonna trotil ekvivalentida qariyb 1 trillion kilokaloriya issiqlik yoki AQShning 1945-yilda Yaponiyaning Nagasaki shahriga tashlangan atom bombasi 20 kilotonna quvvatga ega bo'lgan bo'lsa, demak 85800 yillikda shunday bomba kuchiga ega bo'lgan energiya ajralib chiqqan, tushish nuqtasi episentrdan 10 kilometr radiusda yuzaga kelgan zilzila Richter shkalasi bo'yicha 6,5 ball quvvatga ega bo'lgan, portlashdan yuzaga keladigan shamolning tezligi sekundiga 790 metrga yetgan bo'lardi. Dahshat, shundaymi? Kelgusi safar xuddi shu o'lchamdagi asteroid 2027-yilda Yerga yaqinlashadi. Hammasi bo'lib hozirgi kunda taxminan 20 ming asteroid kashf etilgan. Bularning barchasi asteroidlar belbog'i deb ataluvchi halqa ichida o'rtacha 20 km taqsim sekund tezlik bilan Quyosh atrofini 3 yildan 9 yilgacha bo'lgan vaqt ichida bir marta aylanib ulgurishadi. Aylanish orbitalari bo'yicha asteroidlar belbog'ining ichki chegarasidan Quyoshga yaqinroq joylashgan asteroidlar 3 guruhga bo'linadi. Amur guruhi, Apollon guruhi va Atom guruhidagi asteroidlar. Amur guruhidagi asteroidlar Yer orbitasiga yaqinlashadi, lekin u bilan kesishmaydi. Apollon guruhidagi asteroidlar orbitalarining katta bo'lmagan qismi Yer orbitasining ichida joylashgan bo'ladi. Atom guruhidagilar esa ko'p vaqtini Yer orbitasining ichida o'tkazadi. Shu sababli oxirgi ikki guruh asteroidlarining sayyoramiz bilan to'qnashuv ehtimoli katta hisoblanadi. 2013-yilning 15-martida soat 9:20 daqiqa o'tganda Rossiya Federatsiyasining Chelyabinsk shahriga diametri 17 metr, og'irligi 10 ming tonna bo'lgan asteroid sekundiga 18 kilometr tezlik bilan Yer atmosferasiga kirib, 25 kilometr balandlikda portlab ketgani hammamizga ma'lum. Uning portlashidan 440 kilotonna, demak, Nagasakiga tashlangan atom bombadan 22 donasining portlashiga teng miqdorida energiya zarbasi yuzaga kelgan va bu zarbadan ko'plab inshootlar va odamlarga shikast yetgan. O'zi asteroidlar haqida bizga nimalar ma'lum? Ularni kimlar o'rganadi? Yaponiyaning asteroidlarni ushlovchi zondlari, Hayabusa missiyalari. Dastlab 2003-2010-yillarda Yapon kosmik agentligi tomonidan yuborilgan ilk missiya Itakawa nomli kichik asteroidga uchib borib, tuproq namunalarini olish va Yerga qaytarish bo'ldi. 2007-yil mexanik muammolarga qaramay kichik hajmda namunalar oldi. 2010-yilda esa kapsula Yerga qaytdi va Avstraliyaga muvaffaqiyatli qo'ndi. Bu tarixda birinchi marta asteroidlardan namuna olib kelingan holat edi. 2014-2020-yillarda Yaponiya bu yutuqni yanada mukammallikka yetkazadi. Hayabusa 2 missiyasi Ryuga asteroidiga yuboriladi. U karbonli, ya'ni organik birikmalar mavjud bo'lishi taxmin qilingan asteroid edi. 2018-yil u Ryuga asteroidiga yetib bordi va portlovchi qurilma yordamida ichki qatlam namunalarini oldi. Shuningdek, kichikroq robotlar Minerva 2 asteroid yuzasida yurib harakat qildi. Bu tarixda birinchi harakatlanuvchi kosmik robotlar bo'ldi. 2020-yil dekabrda Hayabusa 2 Yerga 5,4 gram asteroid tuprog'ini olib keldi. Bu namunalarda organik molekulalar va suv molekulalari izlari topilgan. Bu esa hayot elementlari koinotda tarqalgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Asteroidlar Quyosh tizimining dastlabki davridan qolgan arxivdek. Ularni o'rganish koinot, yer va hayot tarixini tushunishga yordam beradi. Yaponiyaning Hayabusa missiyalari bu sohada ilg'or texnologik yondashuv va jasoratli ilmiy izlanishlarning timsoli hisoblanadi. 2022-yilda insoniyat bir asteroid yo'lini o'zgartirishga muvaffaq bo'ldi. Bu DART missiyasi edi. Bu urinish muvaffaqiyatli bo'ldi. Asteroidning harakat yo'nalishi o'zgara boshladi. İlk bor insoniyat o'zini himoya qilishga harakat qildi
va bu ishladi. Lekin bu urinishlar insoniyat sivilizatsiyasini asteroidlardan keladigan xavflardan 100% himoya qilishga yetarli bo'lmasligi mumkin. Quyosh tizimida har yili yuzlab yangi asteroidlar aniqlanmoqda. Insoniyat qanchalik texnik taraqqiy etgan bo'lmasin, hozirgi imkoniyatlarimiz bilan biz ba'zi asteroidlarni afsuski faqat Yerga yaqinlashgach sezishimiz va ko'rishimiz mumkin. Insoniyat ko'plab asteroidlarni kuzatib bormoqda, lekin shulardan ba'zilari bor, ular bizga butunlay ko'rinmaydi. Bu asteroidlar Quyosh yo'nalishidan, ya'ni Quyosh bilan bir yo'nalishda uchib keladi. Ulardan kelayotgan yorug'lik esa Quyoshning o'ta kuchli nurlari orasida ko'rinmay qoladi. Teleskoplar odatda osmonning qorong'u qismlarini kuzatadi, ammo agar asteroid Quyosh tomondan kelayotgan bo'lsa, ularni oldindan ko'rish deyarli imkonsiz. Go'yo Quyosh uni bizdan berkitayotgandek bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, bunday ko'zdan yashiringan asteroid va meteorlar 2013-yilda Rossiyadagi Chelyabinsk meteori voqeasida ochiq ko'rinadi. U Quyosh tomondan kelgani uchun hech qanday ogohlantirishsiz Yer atmosferasiga kirib kelgan edi. Olimlar bunday xavfli asteroidlarni aniqlash uchun endi Quyosh yo'nalishida ishlay oladigan yangi teleskoplar loyihasini amalga oshirmoqda. Masalan, NASAning Neo Surveyor loyihasi aynan shunday xavflarni aniqlashga qaratilgan. Yerni faqat Kapitan Amerika emas, balki tashqi omillar ham himoya qiladi. Bu Yupiter. Quyosh tizimidagi eng katta sayyora bo'lgan Yupiter ko'pincha sayyoramizni himoyachisi hisoblanadi. Qanday deysizmi? Yupiterning ulkan tortish kuchi shunchalik kuchliki, u yaqinlashayotgan ko'plab asteroid va kometalarni yoki o'ziga tortib oladi, yoki ularni harakat yo'nalishini o'zgartirib yuboradi. Bu orqali u Yerga keladigan potensial zarbalarni bartaraf etadi. 2009-yilda masalan bir kometa Yupiter atmosferasiga borib urilib portlaydi. Bu voqea Yupiterning qanday qalqon rolini bajarishini ko'rsatib beradi. Olimlar hatto aytishadiki, agar Yupiter bo'lmaganida Yerga zarba beruvchi osmon jismlari soni bir necha barobar ko'proq bo'lgan bo'lar edi. Shunday qilib Yupiter nafaqat o'zining ajoyib ko'rinishi bilan, balki kosmik posbon vazifasi bilan ham bizning hayotimizda muhim o'rin tutadi. Agar u bo'lmaganda Yer yuzi Oy yuziga o'xshab qoladi. Biz Oyning yuzasida ko'plab kraterlarni ko'ramiz. Ular har xil kattalikda, ba'zilari kichik bir toshdek, boshqalari esa shahar hajmida. Ammo bu izlar nimadan dalolat beradi? Aslida Oyga juda ko'p asteroid va meteoritlar urilgan. Buning asosiy sababi Oyda atmosfera yo'qligi. Yerda bo'lgani kabi kelayotgan meteoritlar atmosferada yonib ketmaydi. Ular to'g'ridan-to'g'ri Oy yuzasiga qulab tushadi va iz qoldiradi. Yana bir sabab, Oy gravitatsiyasi past. Ya'ni u kelayotgan jismlarni o'ziga kuchli tortib olmaydi. Ammo to'qnashuvlar soni vaqt o'tishi bilan ko'paygan. Shuningdek, Oyda shamol, yomg'ir yoki suv yo'q. Shuning uchun bir marta tushgan krater 1000 yillar davomida o'z holicha saqlanadi. Yerga ham har yili minglab meteoritlar kirib keladi. Ammo ularning deyarli hammasi atmosferamizda yonib yo'q bo'ladi. Oyda esa bu filtr yo'q. Shuning uchun Oy yuzasidagi bu chandiqlar koinot tarixining tirik guvohlari desak adashmaymiz. Keling endi Yerga qaytamiz. Yerga urilishi mumkin bo'lgan global xavf tug'diruvchi asteroidlar. NASA va ESA tomonidan 140 metr va undan katta asteroidlar potensial xavfli obyektlar deb tasniflanadi. Ular Yerga urilgan taqdirda butun mintaqalarni yo'q qilishi yoki global ob-havo o'zgarishlariga sabab bo'lishi mumkin. NASA bu asteroidlarni Neo Surveyor kabi maxsus dasturlar orqali kuzatmoqda. Planetar falokat keltiruvchi asteroidlar. Agar asteroid 1 kilometrdan katta bo'lsa, bu Yerdagi hayotga jiddiy xavf tug'diradi. Eng mashhur misol Chicxulub asteroidi. 66 million yil oldin Yerga urilib, dinozavrlarni yo'q qilgan. Uning diametri 10 kilometr edi. 2024-yil 27-dekabrda Chilidagi Atlas teleskopi tomonidan aniqlangan 2024 YR-Tur bu tarixdagi eng xavfli asteroidlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, uning 2032-yilda Yerga urilish ehtimoli 3.1% ni tashkil etadi. O'lchami taxminan 40-90 metr orasida bo'lgan bu asteroid agar 2032-yilda Yerga urilsa,
U 7,8 megatonna ekvivalentida portlash kuchiga ega bo'lib, butun bir shaharni yo'q qilishi mumkin deb aytilgan. Bu 1908-yilda Tunguska voqeasiga o'xshash, lekin undan ham kuchliroq ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. Potensial ta'sir zonasi. Agar 2024 yeri 4 yerga urilsa, ehtimoliy ta'sir zonasi quyidagi hududlarni o'z ichiga olishi taxmin qilingan: Janubiy Amerika, Tinch okeani, Afrika, Arab dengizi, Janubiy Osiyo, shu jumladan Hindiston va Pokiston. Shubhasiz bunday holatning ro'y berishi jahon miqyosida qanday oqibatlarni keltirib chiqarishini taxmin qilish qiyin emas. Bu haqda keyinroq yana to'xtalamiz. Kuzatuvlar tarixi davomida Yerga yaqinlashgan asteroidlardan eng kattasi bo'lgan Florens asteroidi 2017-yil 1-sentyabrda sayyoramiz yonidan unga hech qanday zarar yetkazmasdan potensial xavfli masofadan uchib o'tdi. Bu haqda Moskva davlat universitetining Sternberg nomidagi Davlat astronomiya instituti kosmik monitoring laboratoriyasi rahbari Vladimir Lipunov ma'lum qildi. Florens sayyoramiz yonidan uchib o'tdi. Uni bizning master tarmog'imizdagi robotlashgan teleskoplar yordamida avval Baykal, so'ngra Janubiy Afrika ustida kuzatib, suratga oldik, deb aytgan olim. Uning ta'kidlashicha, samo jismi Yerga 7 million kilometr masofaga yaqinlashgan. Bu masofa Yerdan Oygacha bo'lgan masofadan 18 marotaba kattadir. Sternberg nomidagi Davlat astronomiya instituti katta ilmiy xodimi Vladimir Surdining aytishicha, asteroidning yaqinlashishi butun dunyo astronomlarida qiziqish uyg'otgan. Bu hodisa biz bunday yirik asteroidlarni bungacha katta aniqlik bilan hali o'rganmaganimiz sababli noyobdir. Uning yaqinlashishida hech qanday qo'rqinchli narsa bo'lmagan. Ilmiy qiziqish esa albatta bo'ldi. Chunki bunday katta asteroidlar sayyoramizdan ancha uzoqdan uchadi. Bu asteroid esa birinchi marta yaqin keldi, deb aytgan olim. Surdinning qo'shimcha qilishicha, har qanday asteroid biz uchun qiziq. Chunki u o'zida katta sayyoralar shakllangan moddalarni tashiydi. Biz sayyoramiz ichiga boqa olmaymiz. U yerda barcha narsa katta chuqurliklar ostida joylashgan. Asteroidlar esa katta sayyoralar ichki qismini shakllantirgan g'ishtlardir. Biz ularni o'rganib, yer tubida qanday moddalar borligini bilishimiz mumkin, degan olim. Florensning diametri 4,5 kilometrga teng bo'lib, u 1981-yilda amerikalik astronom Shelte Bass tomonidan ochilgan. NASA Yer uchun xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan 10 ta asteroidni kashf etdi. NASA o'zining Neowise missiyasi doirasida 2016-yili oldin fanga noma'lum bo'lgan 97 ta obyektni kashf etdi. Ulardan 28 tasi Yer atrofidagi, 64 tasi asteroidlar bosh kamaridagi va 5 tasi kometa ekanligi aniqlandi. Mazkur obyektlardan 10 tasi Yer uchun xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan asteroidlar sifatida baholandi. Ehtimoliy xavfli obyektlar maqomi asteroidlar o'lchami va orbitasining Yer trayektoriyasiga yaqinligiga qarab belgilanadi. Neowise missiyasi 2013-yildan beri faoliyat yuritmoqda. Buning uchun WISE koinot teleskopi qo'llanadi. Uning yordamida oldinroq infraqizil diapazonda yulduzli osmon xaritasi tuzilgandi. Biroq NASA va ESAning doimiy kuzatuvlari natijasida 2025-yil fevral oyida uning urilishi ehtimoli 0,10 dan 17% gacha kamaydi. Bu deyarli 0 ga teng bo'lib, hozirda 24 yeri 4 Yer uchun jiddiy xavf tug'dirmaydi. Biz ortiqcha vahima qilishdan yoki ma'lumotlarni ko'pirtirishdan yiroqmiz. Faqat bo'lib o'tgan hodisalarni va bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarni bor bo'y basti bilan, faktlar bilan isbotlashga intilamiz. Sizlar bilan yaqin soatlar ichida YouTube kanali bo'ldi. Like va obuna bo'lish belgisini bosh yo'ldan ko'tarilmasin. Keyingi videolarga qadar sog' va salomat bo'ling.